Qaynonanglar, baraka toping kelin poshsha deyishini xohlasanglar, bu videoni o'tkazib yubormanglar. Bugun sizlar bilan kam xarj, bittada o'xshab chiqadigan, judayam mazali bo'lgan olchali pirog retseptini bo'lishaman. Ishimizni 3 ta tuxumimizni idishga chaqib olishdan boshlaymiz. Keyin bunga 200 gram shakar solamiz. Shakar bilan tuxumni yaxshilab oqarguncha mikserda ko'pirtirib olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek oppoq bo'lishi kerak. Yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Keyin unga xona haroratida erigan saryog'imizni solamiz. Uni ham bir mikserlab yaxshilab aralashtirib olamiz. 50 gram sut, 50 gram yog'. Buni ham idishimizga solamiz. Orqasidan 100 gram kraxmal. Endi hamma masalliqlarni yaxshilab aralashtirib bitta massaga keltiramiz. Bitta vanilin, bitta kabartma, 1,5 stakan unimizni elagimizga solib yaxshilab elavoramiz. Ichiga men kabartma bilan vanilini sovagandim unni ichiga. Endi hammasini bitta massa bo'lguncha yana aralashtirib olamiz. Aytgancha kompotdan qolgan olchalarni sizlar hali ham tashlab yuboryapsizlarmi? Yo'q, tashlashga shoshilmanglar qizlar. Mana shu olchalarimiz kompotni olchalari judayam mazali bo'lib chiqadi. Xuddi yozdagi svejiy olchaga o'xshab mazasi zo'r bo'lib chiqadi. Barcha masalliqlarni bir xil massaga keltirib oldik. Endi oldindan saryog'lab qo'yilgan qolipimizga massamizni sekin-astalik bilan lopatka orqali solib olamiz qizlar. Bu o'zi qaynona oyijonimlarning retseptlari. Bu retseptni hech kimdan topa olmaysizlar, hech kimda yo'q qizlar. O'shaning uchun saqlab qo'yinglar bu retseptni. Hamma masalliqlarimizni shunaqa chiroyli qilib sovaganimizdan keyin 2-3 marotaba urib olamiz. Shunaqa videoda ko'rsatilgandek qilib. Keyin 180 gradusga yarim soatga duxovkaga yuboramiz. Mana pirogimiz ham pishdi, tayyor bo'ldi. Judayam mazali pirog. Sizlar bitta tayyorlab ko'ringlar qizlar. Buni endi sekin qolipdan olib, hali issiqligi uchun ham qaranglar parlarini chiqib turishini qaranglar. Buni sizlar buni bir pishirib yeb ko'rmasanglar bo'lmaydi qizlar. Hamma uydagilaringlardan rahmatli eshitasizlar. Chunki judayam mazali retsept. Qaynona jonimlarniki hali aytganimdek, hali hech kimda yo'q bu retsept. Shuning uchun saqlab qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa, like, kommentariy bosib, yaqinlaringizga jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin qizlar. Kesilishlarini qaranglar, oson kesilyapti. Pay, shunaqa sochni bo'lgan.